ideal odam yo'q. Sizlarga bordek tuyulishi mumkin, men tushunaman. Kimdir ideal bo'lishni xohlaysizlar, lekin ideal odam yo'q. Odamlar odamlarni ideallashtiradi. Misol uchun, meni ideal deb o'ylaydi kimdir. Men juda ham ko'p eshitganman. Men IELTS'im 9, kimdir IELTS 9 deydi Davron akani. IELTS topshirmagan hech qachon. Guinness rekordiga kirib $1 million olgan deydi. Kitobni deydi, bitta xaridda deydi. Shuna o'tkazib tashlaydi, eslab qoladi deydi. Borimdan ortig'im bordi yoki borimdan yomonim bor. Ya'ni odamni, konkret odam obyektiv ko'rish juda qiyin. Misol uchun bitta odam bor, bitta shaxs bor. Mediyada. Deylikdan meni kimdir yomon ko'radi. Tabiiyki, meni yomon ko'rgandan keyin meni borimchalik ko'ra olmaydi u inson. Hech qachon meni borimdan battar ko'radi. Tushunasizmi? Meni yomon ko'radi, mashinnik deydi, o'g'ri deyishi mumkin, yana nimadir deydi, qanaqa gap tarqatishga harakat qiladi. Короче, men yomonman. Men o'zimni borim shu yerda bo'lsa, u inson uchun men mamutdim. Boshqa inson bor, meni kuzatadi, u meni fanatim, qiziqadi, qachondir YouTube'dagi o'sha rekordimni ko'rgan, nimamdir ko'rgan va men mamutda bo'lsam, u meni mamutda ko'radi. Aniq meni o'zimni ko'rish qiyin. Buning uchun meni ancha yillar tanish kerak.